Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar. Ko'ngil olami ko'rsatuvi orqali sizlar bilan diydorlashib turganligimizdan mamnunmiz. Studiyamizga Imom Termiziy nomidagi Xalqaro ilmiy tadqiqot markazi katta ilmiy xodimi Jo'rabek domla Cho'tmatovni taklif etganmiz. Domla, studiyamizga xush kelibsiz. Xush bo'ling. Assalomu alaykum. Jamiyatda ayrim illatlarga guvoh bo'lamizda, o'sha bag'ri toshlik illatlari nafaqat insoniyatga, bugun o'sha ayniqsa biz ko'p vaqtimizni sarflaydigan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, o'sha hayvonlarga nisbatan bir shafqatsiz munosabatda bo'lingan holatlarni ko'ryapmiz. Hatto ayrim hollarda shuni bevosita o'tirib ko'rishga, tomosha qilishga toqatingiz yetmaydi, lekin kimdir biz bilan zamondosh yashayotgan insonlar shunaqa bir holatlarni qilyaptiki, mana ta'kidlaganingizdek, o'sha kitobdan yiroq bo'lishlik, kitob o'qimaslik o'sha qalbni qattiqlashishiga, aqlimizni bir noqis bo'lib ishlashiga sabab bo'lyapti-da nazarimda. Vaholanki bugun agar qaysidir davralarda shu haqida gapiradigan bo'lsak, hamma o'sha turmushni muammolarini gapirishga harakat qiladi. O'sha turmushda kitob o'qiganda qorin to'yadimi degan gaplarni buni ko'p eshitganmiz-da, bugungi kunda eshityapmiz ayniqsa. Vaholanki o'sha ulug' olimlarimiz, allomalarimizni o'gitlari borki, ilm mol dunyodan afzalroqdir deydilar. Ya'ni agar chunki ilm siz u bizni shu nojoiz ishlardan insoniyatni qaytaradigan bo'lsa, saqlaydigan bo'lsa, siz mol dunyoni o'zingiz qo'riqlashingizga to'g'ri keladi degan o'sha o'gitlar borki, albatta bugun kitobni qadrini bilmayapmiz. Boisi kitob o'qimagandan keyin tushunmaysiz. Hali o'qib, tushunib yetmaganligimiz sababli uni qadrini bilmayapmiz. Yuqorida aytdik allomalarimizni fikrlari haqida. Endi o'sha paytda ham shunaqa bo'lgan turmush. O'sha vaqtda ham tirikchilik bo'lgan. O'sha paytda ham ro'zg'or qilish bugungidan juda bir yengil yoki oson bo'lmagan. Lekin kitob o'qishga vaqt topishgan. Buni avvalgi ko'rsatuvlarimizda o'sha ulug' allomalarimiz misolida, hayotlari misolida bildik-ku. Boshini qo'yib uxlashga bolishi yostig'i bo'lmagan allomalarimiz g'ish qo'yib o'qib kitob o'qishdi-ku, uxlamaslik uchun degan savolni bergingiz keladi. Keling, bugun qadriyatlarimizda, ulug' allomalarimizning asarlarida kitob o'qish, ilm masalasi haqida ham fikrlashsiz. Albatta to'g'ri ta'kidladingiz, Ma'sud aka. Hayotda bir kuzatilgan hissiy tajriba bor-da, hissiy tajriba bor. Inson kitob o'qimagan sari yovuzlashib boraveradi. Chunki qalbi o'sha ozuqa olmagandan keyin u zaiflashib borgandan keyin insondagi ezgulik hissi so'nib boraveradi. Va natijada inson turli xil fitnalarga, turli xil yomonliklarga moyilligi ortib boraveradi. Misol uchun bitta narsaga e'tibor qiling, kitob o'qigan davrada suhbat qanday bo'ladi? Kitob o'qiganlar davrasida, kitob o'qimaganlar davrasida suhbat qanday bo'ladi? Kitob o'qimaganlari davrasida albatta o'sha g'iybat, fisq, fasod, fitna, har kim o'zini fikrini gapirishi, bir obyektiv fikrlar emas, subyektiv fikrlar. Mana bugun bir kuzating, insonlar u nima haqida suhbatlashyapti deb kuzatsangiz, ko'proq subyektiv fikrlar, umuman haqiqatdan uzoq fikrlar. Ya'ni biz o'tgan ko'rsatuvlarimizda gaplashgan fahm bilan vahmni gaplashganimizda, fahm suhbatlarimiz vahm suhbatlari. O'sha illyuziya, o'zini tasavvurini haqida gapirish holatlari. To'g'ri ta'kidladingiz, albatta bizning ajdodlarimizga balkim hozirgidan ham qiyin bo'lgandir. O'sha turmush sharoitlari. Hozirgi kunda juda keng qulaylik hamma narsa. Lekin ular albatta kitob masalasiga bee'tibor bo'lishmagan. Chunki biz aytayapmiz, ovqat qanaqa kerak bo'lsa, bu ham shunday kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Bu misol uchun qaysi soha vakili bo'lmasin, dehqon bo'lsin mayli. O'sha dehqonchiligida odamlar bilan muomala qiladi-ku, dehqonchiligida ham ma'lum bir ilmga asoslanib ish tutadi-ku. Va hokazo, qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar, demak biz ilmga muhtojmiz. O'sha kitob bilan hayotini birlashtira olgan mamlakatlar biz taraqqiyotda rivojlanayotganini mana statistikada ko'rib turibmiz. Biz kitob boshqa, hayot boshqa deb yurgan vaqtimizda o'sha kitobdagi narsani hayotga ko'chirishga harakat qilayotganlar rivojlanayotganini ko'rib o'tyapmiz va ajdodlarimiz biz merosida ham mana shuni bevosita guvohi bo'lishimiz mumkin. Misol uchun eng avvalo oladigan bo'lsak, Qur'oni Karim oyatlarida ilmni yoshirish masalasi keladi. Juda katta gunoh. Alloh taoloning hatto la'natiga qolishi, ilmni yoshirganlar. Hadis shariflarda ham keladi, kim bir ilmdan so'ralsa, uni yoshiradigan bo'lsa, qiyomat kuni olovli yurgan bilan
yuganlanadi degan hadis Imom Termiziy hazratlari rivoyat qilib qoldirgan hadislar. Yoki yana bir hadisda keladiki, butun dunyo va undagi narsalar la'natlangan, faqat zikr, olim va ta'lim oluvchi bundan mustasno degan. E'tibor qilinglar. Nima uchun dunyo yomonlanib, faqat ya'ni ma'naviyat, zikr, olimlik va ta'lim oluvchilik qayd qilinyapti. Chunki olimlik va ta'lim oluvchilik va ma'naviyat bo'lsagina dunyo to'g'ri foydalanadi, dunyodan to'g'ri, dunyo rivojlanadi. Agar dunyoga hirs bo'lsa, ilm bo'lmasa, ta'lim bo'lmasa, zikr bo'lmasa, dunyoga ortiqcha hirs paydo bo'lib, natijada dunyo xarob bo'ladi. Ya'ni dunyoga qiziqish dunyoni o'zini xarob qiladi. Mana shuni biz to'g'ri anglashimiz kerak. Hadislarning tub mazmunlarini biz to'g'ri tushib borishimiz kerak. Boshqa hadislar ham juda ko'p kelgan. Mana bitta olim deydi, shayton uchun 1000 ta obiddan ham xavfliroq, qo'rqinchliroq deydi. Bitta olim 1000 ta ibodat qiluvchi haligidan ashaddiyroq. Olimning obiddan fazli xuddi oyning boshqa yulduzlardan fazliga o'xshaydi. Olim shunday odamki, oy bilan yulduz orasida qancha biz oyning nuri ko'proq bizga keladi. Va eng asosiy hadis bu bo'yicha olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir degan hadis. E'tibor qiling, qancha soha bor edi. Payg'ambar alayhisalom aytsalar bo'lardi, misol uchun mana boylar, payg'ambarlarning merosxo'rlari yoki misol uchun aytaylik dehqonlar yoki tijoratchilar payg'ambarlarning merosxo'rlari desa bo'lardilar yoki qancha boshqa sohalar bor yoki hatto podshohlar ham demadilar. Podshohlar ham demadilar. Kim dedilar? Olimlar payg'ambarlarning merosxo'ri. Ya'ni hamma narsa ilm bilan bo'lishiga bundan ortiq dalil bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun ham hadislarning davomida payg'ambar alayhisalom aytadilarki, albatta payg'ambarlar dinor ham, dirham ham meros qoldirmadilar deydi. Pul, mol dunyo qoldirmadilar. Ular ilm meros qoldirdi. Albatta ular ilmni meros qoldirdilar deydi. Bu juda katta gap. Ya'ni ulardan qolgan irshod bizga qolgan meros bu ilm. Biz unga ega bo'lsakkina, demak, hamma tomonlama mukammallikka erishishimiz mumkin bo'ladi. Va qarang, yana hadisning davomida nima deyilyapti? Kim o'shani olsa, ya'ni payg'ambarlar ilmni qoldiradi. Kim ana o'shani olsa, ulug' nasibani olibdi deyaptilar. Ya'ni boylik emas, hokimiyat emas, mansab emas, boshqa emas. Kim ilmni olsa, o'sha eng katta nasibani egasi o'sha bo'ladi degan masala qo'yilyapti. Bu juda katta masala. Shunda yana bir payg'ambar alayhisalomga sahobalar ko'p savol berishardi, aytayaptiki, mana bir kishi olim, bir kishi obid deb aytdilar. Endi so'ramoqchi bo'ldilarki, qaysi biri afzal? Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, olimning obiddan afzalligi xuddi meni sizlardan eng kichiklaringizdan afzalligim kabidir dedilar. Va bundan ham guvoh bo'lishimiz mumkinki, ilmni qanchalik fazilati yoki Alloh taolo uni farishtalari, osmonlar va yerning ahli, hattoki uyasidagi chumoli va baliq ham odamlarga yaxshilikni o'rgatuvchiga salovat aytadi. Demak, butun jonzotlar, bu yerda bir majoziy ma'no bor. Yer yuzidagi hamma jonzot olimga rahmat aytar ekan. Chunki aynan ular olimning ilmi sababli yaxshi yashaydi. O'sha buzg'unchilik, vayronkorliklardan omon qoladi, ezgulik ularga yetib boradi. Hatto chunki yaxshilik, ezgulikka butun jonzotlar muhtoj, faqat inson emas. Hatto inidagi chumoli ham o'sha ezgulikka muhtoj. Uni kimdir demak halok qilmasligi kerak. Hatto mana yana bir hadisda kelyaptiki, olim bilan obid qiyomat kuni qayta tiriltiriladi. Obidga aytilar ekanki, bor sen jannatga kiraver. Lekin olimga aytilar ekanki, sen to'xtab turgan odamlarni yaxshi yo'lga boshlaganing sababli ularni ham olib kelasan dedi. E'tibor qiling va bu juda ham katta bir olimlikni sharafini ko'rsatib beryapti. Yoki yana bir hadisda kelyaptiki, payg'ambar alayhisalom bir sahobalarga aytayapti: "Ey Abu Zar, ertalab turib bir oyat bo'lsa ham o'rganmoqing sen uchun 100 rakat nafl namoz o'qiganingdan afzaldir. Ertalab turib amal qilingan va qilinmagan ilmdan bir bob o'qimoqing sen uchun 1000 rakat nafl namoz o'qiganingdan afzaldir" deyaptilar. Ya'ni amal qilingan va qilinmagan ilm deganlari xoh amaliy, xoh nazariy ilmlar bilan shug'ullanganing. Mana bu yerda payg'ambar alayhisalom ilmda amaliy va nazariyga o'sha katta faylasuflarning gapini aytayaptilarki, o'sha ilmni o'sha amaliy va nazariy qismlari bilan shug'ullanish kerak va bu nafl ibodatlardan cheksiz darajada ustun degan bir katta bir g'oyani o'rtaga qo'yaptilar. Va men yana bir narsani ta'kidlab o'tishni xohlardimki, o'sha ajdodlarimizni hayotida bu hadislar o'zini haqiqatini topgan, ko'ringan. Misol uchun
bilasizmi, o'limi oldidan ilm bilan shug'ullangan olimlar bor. O'lishidan biroz oldin. Mana shu kitobni men tavsiya qilgan bo'lardim. Ulamolar nazdida vaqtning qadri degan juda muhim asar. Bu asarda o'sha olimlarning hayot tarzi, qanchalik ilmga e'tibor qilgani, kitob o'qishga e'tibor qilgani haqida juda nodir ma'lumotlar bor. Mana shu nodir ma'lumotlardan ikkitaginasini aytib o'tishni xohlardim. Mazhab boshimiz Imom Azamning shogirdlari Imom Abu Yusuf hazratlari bor. Qoziyul Quzot bo'lgan, dunyo qozisi degan juda katta unvonlarga erishgan olim. O'sha kishi deydi, bir kishi oldiga kiryapti, o'lim oldida turibdi deydi, joni chiqish oldidan turibdi deydi. Keyin mendan bir savol so'radi deydi. Ey falonjon, Jamaratul Aqabada tosh otish marosimi bo'ladi, hajda. O'shanda tosh otishda ulovga minib otgan yaxshimi yoki piyoda yurib otgan yaxshimi deydi. Men qarab hayron bo'ldim deydi. Javob berishga ham haddim sig'mayapti, chunki vafot qilib turibdi deydi. Vafot oldidan turibdi deydi. Shu holingizda hammi dedim deydi. Shu holingizda ham ilmni gapirasizmi desam deydi. Ey sen, men shu bir masalani muhokama qilishim demak o'lim masalasidan ham muhimroq narsa degan bir ma'noda bir javob qildi deydi. Men aytdimki deydi, shu piyoda otgan yaxshi. Yo'q, noto'g'ri aytding deydi. Ulovga minib otgan yaxshi deydi. Noto'g'ri aytding deydi. Duo qilmoqchi bo'lgan odam uchun piyoda otgan yaxshi, bunday qilmoqchi bo'lgan uchun ulovga mingan yaxshi deb o'zlari shu masalani bayon qilib berdilar deydi. Va men u kishini uyidan chiqib deydi, sal nariroq borgandim, yig'in ovozi keldi, vafot qilganini qarang. Bu narsa yoki mana hammamiz biladigan dunyodagi insoniyat tarixidagi eng mashhur olimlardan biri Biruniy hazratlarining hayotlari mana shu yerda keltirilgan bittasi. Unda ham shunaqa hodisa. Kiryapman deydi, Biruniy o'lim to'shagida oxirgi damlar deydi. Shunda deydi, mendan so'rayapti deydi. Momo tarafni merosi qanday bo'ladi? Onaning ona tarafidagi momolarining merosi. O'shanda ham unga ham savol bergan o'sha bor. Shu holingizda ham ilmga gapirasizmi deb aytsam deydi. Shu masalani bilib vafot qilishim, bilmay vafot qilganimdan yaxshiroq-ku deydi. E'tibor qiling. Shu masalani bilib vafot qilsam yaxshiroq-ku, bilmay vafot qilganimdan ko'ra deydi. Haqiqatda o'zi ham bilib turibdi o'lim onlari ekanligini, lekin shu onda ham savol so'rayapti. Javob berdim deydi. Xursand bo'ldi deydi. Chiqib shu ozgina yurgan edim, yana shu yig'i tovushi orqadan eshitildi deydi. Demak, ko'ryapmizki, ajdodlarimiz o'lim oldidagi eng mashaqqatli damlarida ham ilmni gapirishgan. Mana shuning uchun bizda renessans bular bo'lgan. Ajoyib fikrlarni keltirib o'tdingizda, domla aynan ilm olish haqida. Endi kitob haqida ko'rsatuvni boshlab ilmga keldik, chunki qayta-qayta aytyapmiz, ilm olishning yagona vositasi o'sha kitob. Ilmning yuqorida bir aytgan o'sha ajdodlarimiz o'gitlarini yodimdan sal ko'tarilgan joyi bor ekan. Endi ilm va mol dunyoni farqini aytilyapti-da. Mol dunyo sarflaganing sari kamayib boradigan bo'lsa, ilm bu sarflaganingiz sari, boshqalarga o'rgatganingiz sari yana ko'payib, kengayib boradigan bir xazina ekanligini bizga o'rgatib ketishgan va bugun o'sha insonni yorug'likka olib chiqadigan, olib boradigan o'sha najot yagona yo'l nazarimda ilm, ma'rifat, o'sha bilim olish, kitob o'qish desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bugungi kunda kitobxonlikni rivojlantirish uchun qilinishi kerak bo'lgan va qilinayotgan ishlar haqida ham to'xtalsangiz. Shaxsiy o'zimizni tashabbuslarimizdan boshlashimiz kerak. Kitob masalasida albatta. Birinchi qilinadigan ish, har bir men xohlardimki, umuman olganda bu barchamizning xohishimiz desak bo'ladi. Har bir o'zbek xonadonida albatta mo'jaz bo'lsa ham kutubxona bo'lishi kerak. Bizni masalan mana statistikani oladigan bo'lsak, juda kamdir kutubxonasi bor xonadonlar. Biz ko'p mana shaxsiy suhbatlarda eshitib qolamiz, ba'zi xonadonlarga bordik, juda boy, juda ham boy, hamma eng oxirgi rusumdagi gilamlar, mebellar, pardalar, shunchalik osilgan o'sha elektr jihozlar, hamma narsa bor, lekin bir dona ham kitob yo'q degan narsalarni o'zim shaxsiy suhbatlarda eshitganman. Bu yerda mo'jazgina kutubxona tashkil qilish uchun moddiy imkoniyat talab qilinmaydi. Oyiga 20 mingga, 30 mingga kitob sotib olish mumkin har bir kishi. 90% kamida 80% aholi shunga qudrati yetadi. Bir oyda 20 ming, 30 mingga demak hech bo'lmaganda kitob sotib olish.
va aynan mana shu narsa bizni demak taraqqiyot strategiyamizni belgilab berishi mumkin. Mutafakkirlar aytadiki, misol uchun mana bizda oilada shunday tarbiya berilgan, olimlikni bitta belgisi bor, u ham bo'lsa kitob sotib olish. Olimlikda asosiy belgisi mana shu. Siz kitob sotib olyapsizmi, uyingizga o'shani olib kelib qo'yyapsizmi? Albatta xonadoningizdan kelajakda bir olim, bir mutafakkir inson chiqib jamiyatga, xalqqa, o'ziga demak katta foydalarni yetkazadi. Endi mana xalqimiz kitob sotib olishni bir yo'lga qo'yib o'shanga bir e'tiborni qaratadigan bo'lsa, bu olimlarning faoliyatiga ham juda kuchli rag'bat bo'ladi Maqsud aka. Chunki bugungi kunda kitob yozayotgan olimlarning ahvoli qanday deb bir savol berishimiz kerak o'zimizga o'zimiz. Unchalik yaxshi bo'lmasligi mumkin. Mana chet elda e'tibor qiling, bitta kitob yozgan odam qanchalik boyib ketadi. Millioner bo'lib ketadi. Nima uchun? Chunki aholi to'liq kitob o'qiydi. Bir qiziqarli yangi g'oyani bir kitobga kiritib beriladigan bo'lsa, u millionlab tirajda nashr qilinadi, sababi odamlar uni olib iste'mol qiladi, o'qiydi. Agar mana shu oyiga bitta kitob degan bir shiorni qo'yib, har bir xonadon o'zini oldiga eng bir arzimas pulga bo'lsa ham, mayli 10 ming so'mga bo'lsa ham kitob olib bir xonadoniga qo'yadigan bo'lsa, juda katta o'zgarish bo'ladi. Mana bu bizning shaxsiy qiladigan ishimiz. Ikkinchidan, chet ellarda 24 soat ishlaydigan kutubxonalar bor ekan. Yopilmaydi umuman. Balki mana shunday narsalarni, choralarni ham qo'llash mumkindir. Yoshlarimizni orasida bilasizmi, mana kitob o'qisa qorin to'ydirmaydi, kitob o'qish degan masalani biz aytamiz. Afsuski bu narsa xalq orasida bor, lekin nimadan kelib chiqqan degan savol ham bor-da. Mana yoshlar bilan ko'p uchrashuvlar o'tkazishimizga to'g'ri keladi xizmat taqozosi bilan, maktablarda, universitetlarda va boshqalarda. Kim bo'lmoqchisiz deb so'ralganda, hech qaysida o'sha olimlik bir kelajagini o'zini tasavvurida shakllantirmaganligini ko'rasizda. Umuman olganda olim degan so'zni go'yoki unutib yuborishganday tuyuladi. Kimdir o'sha harbiy sohani ko'proq aytishadi. Kimdir bir misol uchun ko'proq taniqli jurnalistika sohalarini, lekin olimlik, o'sha fan doktorlik yo bir katta bir tadqiqotchilik, bir kashfiyotchilik degan narsalarni aytishmaydi-da. Buni biz sabablarini o'ylab ko'rganimizda to'g'ri. Ilgarilari mana universitetda xususan yoki olimlarga maosh juda ham kam edi. Juda ham kam edi. Miqdorlarigacha aytishimiz mumkin. O'sha bir xalta, ikki xalta unga yetadigan maosh edi. Lekin mana oxirgi 10 yilda haqiqatda juda katta o'zgarish bo'ldi. Bugungi kunda olimlikka berilayotgan yo'l juda katta. Yoki mana oddiy doktoranturalarni olib qarang-da, misol uchun bir ilmiy g'oyasi bor, ilmiy rejasi bor, o'zini qo'lida o'sha qilmoqchi bo'lgan ilmiy ishin asosnomasi bo'lgan, asoslantirib beradigan bir g'oyasi bo'lgan inson uchun o'sha magistr darajasi bo'ladigan bo'lsa, 3 yillik doktorantura mablag' ajratiladi. O'rtacha oyiga 7-8 milliondan. Endi hisoblang, bir 3 yilda qancha bo'ladi? 200 milliondan oshiq mablag' bo'ladi. Ishlamaydi bu. Faqat o'sha ilmiy ishlanmasi ustida mehnat qiladi va natijada mana shuncha mablag'ni qo'lga kiritishi va o'zini ilmiy ishlanmasini xalqqa taqdim qilib berishi kerak. Va bularning hammasi o'sha biz aytayotganda kitobga bog'liq. Yoshlikdan kitob o'qish ko'nikmasini shakllantirish, o'sha kitobga bo'lgan munosabatda bir nafaqat uni o'qish, balki uni sevish masalasi. Kitobni biz o'zimizga eng qadrdon do'st, mana ko'rsatuvni boshida aytib o'tdingiz, inson uchun eng qadrdon do'st, o'sha hech qachon ajralmaydigan do'st. Hatto qabrga kirganda ham o'sha payg'ambar alayhisalom aytadilarki, foydali ilm qoldirgan bo'lsa, o'shani manfaati yetib turadi. Biz o'lamiz, kitoblarimiz o'lmaydi. Mana Bobur o'lib ketganiga qancha yil bo'ldi, Navoiy o'lganiga qancha bo'ldi, lekin ularning nimasi qoldi? Kitobi qoldi. Va mana shu kitoblar orqali hozir ham ular tirik. Hozir ham ular tirik. Shuning uchun ham bizda bir narsani men ta'kidlab o'tishni xohlardimki, ajdodlarimiz merosida bir ajoyib gap bor-da. Ular aytadiki, bu dunyongni obod qilmoqchi bo'lsang, tijorat qil. Oxiratingni obod qilmoqchi bo'lsang, ibodat qil. Ikki dunyongni obod qilmoqchi bo'lsang, ilm qil deydi. Ko'ryapsizmi? Va bu degani, demak, ilmni bu dunyoning asosiy quroli, asosiy mezoni ekanligini ko'rsatyapti-da. Yoki mana bizdagi Renessans asoslarini olib qarang, albatta o'sha ilm va ibodat uyg'unligidan kelib chiqqan. Chunki ikkalasi aynan bir butun bo'lib, demak, insonning komillik darajasiga ko'tarilishini
ta'minlab beradi. Mana bugungi kunda bir narsaga yana e'tibor qilishimiz kerak. Mana oxirgi islohotlar yaqinda menimcha bu qonun imzolandi, amalda kuchga kirdi. Hatto o'sha hibsxonalarda ham kitob o'qigan insonning muddatini qisqartirish masalasi bu amalda kuchga kirdi. O'sha 3 kunmi qancha? Demak, vaqti doimiy o'sha olib boriladi bir kerakli miqdorgacha. Va bundan ko'ryapmizki, tabiiy o'sha kitob o'qigan inson albatta bu kitob o'qish o'zini o'zi tarbiyalash. Bu o'zini o'zi tarbiyalash. Kitob o'qiyaptimi? Demak, u xohlasa, xohlamasa, demak, yaxshilanishga qarab ketadi. Xuddi misol uchun dorini ichdi kasal va u xohlasa, xohlamasa endi yaxshi bo'ladi-da. Kitob o'qishni misoli xuddi mana shunday. Shuning uchun ham bu o'sha o'zini o'zi tarbiyalash nuqtai nazaridan, tafakkurni charxlash nuqtai nazaridan men bitta narsa bilan xulosa qilishni xohlardimki, kitob bu bizning strategiyamiz. Umuman insoniyatning eng katta strategiyasi. Va kutubxonalar bu dunyoning markazlari. Asosiy jonlar. Mana biz aytamiz, o'rmonlar bor. O'rmonlar yer yuzining o'pkalari deydi, o'pka. Bu yer yuzi o'sha bilan nafas oladi. Kislorod ishlab chiqariladi, boshqa bo'ladi va yer yuzida demak ob-havo yaxshi toza bo'lib, atmosferamizda, yer yuzimizda hayot davom etadi. Xuddi o'shanday kitob ham bu insoniyatning yuragi desak bo'ladi. Yurak. Bu urib turar ekan insoniyat yashaydi. Bu o'pka emas, bu yurak. Demak, mana Qur'oni Karim ham nima deb nomlandi? Kitob deb nomlandi. Va Alloh taolo insoniyatga aynan nimani tushirib berdik dedi? Kitob tushirdik dedi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlash uchun biz ularga kitob berdik dedi. Bu yerdagi murod albatta birinchi navbatda Qur'oni Karim bo'lsa, albatta uni Qur'oni Karimni tushunish uchun biz nima? Uni izidan qancha kitob o'qishimiz kerak? Qur'oni Karim hamma o'qib tushunib ketaveradigan kitob emas, Qur'on, hadislar. Balki uni izidan qanchalar badiiy ilmiy kitoblar o'qigandan keyin, inson tafakkuri yuksalgandan keyingina demak u kitoblarga o'sha navbat keladigan masala. Demak, xulosa shunday bo'lyaptiki, biz uchun nafaqat yoshlarimiz uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha mana yuqorida allomalarimiz vafot vaqtida ham shu narsaga e'tibor qilganlarini ko'rdik va bir yaxshi bir odatlardan biri inson hatto yotoq joyida ham o'sha boshini ostida demak kitob turar ekan, uyidagi javonlarida ham qachon chinnilarimizni o'sha chinnilarimizni joyida biz kitoblar teradigan millat bo'lsakkina, demak biz katta natijalardan, bir kelajakdan va o'sha ham moddiy ham ma'naviy tarafdan mukammallikdan umid qilsak bo'ladi. Rahmat nomli ajoyib suhbatlar uchun. Albatta bugun kitobning ahamiyati, ilm haqida so'z yuritdik. Yuqorida mana to'xtalib o'tdingiz. Bundan tashqari davlat xizmatchilari orasida, mana yaqindagina joriy qilgan harbiy xizmatchilar orasida ham hatto o'sha kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga qaratilgan bir harakatlar boshlanib, joriy qilindi va bu kitob o'qigan davlat xizmatchilariga, kitob o'qigan harbiy xizmatchilarga kelgusida oliy ta'limga kirishlari uchun imkoniyatlar, imtiyozlar berilyapti va yuqorida biz misol tariqasida aytib o'tdik. O'sha bugun bevosita davlat rahbarimiz tashabbuslari bilan eng yaxshi kitobxonlarga avtomobil sovg'a qilinayotgani bu bejizga emas. Bularni barchasi yuqorida biz hozir aytganimiz o'sha kitobxonlikka bo'lgan e'tibor susaygan bir paytda, odamlarga ishtiyoq bir susaygan paytga ularga bir motivatsiya berish, ularni ruhlantirish va o'sha yoshlarimizni, umuman jamiyatimizni kitobxon qilishga qaratgan sa'y harakatlar va biz buni bugun aytilgan yangilik emas, bugungi aytilgan gaplar. Biz ko'proq o'sha ajdodlarimizni o'gitlaridan, pand nasihatlaridan kelib chiqib aytdik bu fikrlarni va ishonchimiz komil, yaqin kelajakda bizni yurtimizda ham o'sha statistik ma'lumotlar xalqaro miqyosda olib qaralganda o'sha kitobxonlik bir rivojlangan, yuqori o'rinlarni bir band etadigan bo'lsa vatanimiz nomi, albatta biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz va bugungi islohotlar, sa'y harakatlar ham shu maqsadga qaratilgan. Bugungi studiyamizga tashrif uchun, mazmunli suhbat uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan ko'rsatuvimizning bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
bo'ladi.